2015-yil Toshkentda 1 kvadrat metr uylar narxi 3.600.000 so'mga teng bo'lgan. Hozirga kelib shu ko'rsatkich 13.5 millionga teng. Yildan yilga uy olish qiyinlashaveradi. Bugun narxlar yana tushadi, o'shanda uy xarid qilaman degan insonlar ertaga bugun qaror qabul qilib uy olganlarning uyida ijarada turadi. Ko'pirtirilgan gapda eshitilishi mumkin, lekin statistikaga qarasak, oxirgi 7 yil ichida O'zbekistonda topshirilgan uylar soni mustaqillik davrimizdagi rekord. 2022-yilda 56 mingta xonadon qurilgan bo'lsa, shu ko'rsatkich 2024-yilga kelib 100 mingdan oshdi. 2 yil ichida 100% o'sish. Qurilish qanchalik ko'pligiga o'zingiz ham guvohsiz. O'zim misolimda aytadigan bo'lsam, bitta loyiham o'zida 6 mingta xonadon sotdim. Lekin shunga qaramay, talab faqatgina o'syapti. Nimaga? Va nimaga ko'chmas mulk xarid qilish hayotingizda eng muhim qadamlardan biri bo'lishi mumkin? 2008-yil dunyo tarixidagi eng yirik moliyaviy inqiroz boshlanadi. Banklar quliydi, katta kompaniyalar bankrot bo'ladi, odamlar ishsiz qoladi. 6 millionta odam uysiz qoldi. Ko'chmas mulk bozori 1 yil ichida 30% gacha tushib ketdi. Lekin oradan 2 yil o'tib, bozor yana o'sishni boshladi. 2012-yilga kelib esa AQShdagi uylar narxi inqirozdan oldingi holatiga yetib keldi. 2020-yilga kelib esa narxlar o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Nimaga? Chunki iqtisod o'zgarishi mumkin, pullar qadrsizlanishi, lekin odamlar yashashdan to'xtamaydi. Uy bu ehtiyoj. Dunyo har qanday muammoga duch kelgandan keyin odamlar birinchi bo'lib uy-joy bozorini tiklaydi. Shu sabab ko'chmas mulk bozori boshqa har qanday bozordan ko'ra o'zini tezroq tiklaydi. Bunga juda ham ko'p misollar bor. Hattoki urush ko'rgan davlatlar ham. 1945-yil Tokio. 500 million uy vayronaga aylandi. Bu esa Tokioning hozirgi holati. Dunyodagi eng qimmat ko'chmas mulk bozori. Berlin va shunga o'xshash Yevropani urush ko'rgan shaharlarni misol qilib olsangiz ham bo'ladi, lekin natija har doim bir xil bo'ladi. Bekordan bekor ko'chmas mulk bozori eng xavfsiz hisoblanmaydi. Bunga o'zimizda ham zo'r misollar bor. Sovet ittifoqi allaqachon yo'q, lekin u davrda qurilgan uylar hali ham bor. Qanchadan qancha odam SSR pullarini sanduqlab saqlab kuyib qo'ygan. Tasavvur qiling, yillar davomida yig'gan pulingiz bittada qiymati 0 ga teng, oddiy qog'ozga aylanib qoldi. Lekin shunda ham ko'chmas mulk olib pulimni muzlatganimdan ko'ra o'zim biznes qilaman deganlar topiladi. Lekin shu biznes yurib ketish ehtimoli qancha? 90% kompaniya uzoq muddatda yopilib ketadi. Va aynan siz o'sha 10% ga kirishingiz uchun sizga nafaqat ishonch yoki pul va boshqa narsalar, balki biznes qilish sizning tabiatingizga to'g'ri kelishi kerak. Atrofingizga qarang, bolalariga biznesini vasiyat qilib ketganlar qancha-yu, uy tashab ketayotganlar qancha. Bekordan bekor ko'chmas mulk bozori tarixdagi eng ishonchli aktivlardan biri hisoblanmaydi. O'zi nimaga O'zbekistonda qurilish tempi birdaniga tezlashib ketdi? Nima oldinlari odamlarga uy kerak bo'lmaganmi? Kerak bo'lgan albatta. Prosta uy qurish uchun juda ham ko'p cheklovlar bo'lgan. 2016-yilga kelib esa hukumatimiz rivojlanish yo'lini tanladi. Ungacha O'zbekistonda ko'p qavatli uylar qurilmagan. Bu fakt. Xususiy qurilish sektori rivojlanmagan. Misol uchun 2016-yil 13 mingta xonadon qurilgan bo'lsa, 2024-yilda shu ko'rsatkich 100 mingdan oshiq. Lekin aholi o'sishi, tug'ilishlar soni oldindan yaqqol bo'lgan. Toshkentda propiska admin bo'lgandan keyin bunaqa talabga bozor tayyor emas edi va o'shanga narxlar keskin oshib ketdi. Kimgadir propiska admin bo'lgani yoqmagan bo'lishi mumkin, lekin qaysi rivojlangan davlat poytaxtida yashash uchun cheklovlar bor? Hech qaysi. Biz rivojlanish yo'lini tanladik. Demak, poytaxtimiz aniq kattalashadi. Bunga davlatimiz siyosati, ipotekani osonlashgani va eng asosiysi aholi soni o'sishini inobatga olsak, bozor faqat tepaga qarab o'sishni boshlaydi. Realtorlar Instagramga chiqib, uylar narxi tushib ketdi deb video qilishganda, to'g'risi meni kulgim keladi. Chunki bozorda 2-3 ta odam puli srochniy kerak bo'lib qolgani uchun uyni arzonroq berishga tayyor degani, bu bozor boshqa ishtirokchilari ham uylarni shu narxda berishga tayyor degani emas. Lekin realtorlar chiqib, aynan shu 2-3 ta uy misolida butun bozorni tahlil qilib berishadi. To'g'ri, o'tgan yilga qaraganda narxlar tushgan. Taxminan bir 10% ga tushgandir. Lekin bu o'tgan yilga qaraganda. 5 yil oldinga qarasaychi, 700 dan 1000 ga o'sib berganicha, tushgan degan taqdirimizda ham qaysi rayonda, qaysi segment uchun tushdi? O'zi moliya tilida bu tushish deyilmaydi, korreksiya deyiladi. Lyuboy o'sayotgan narx dal shu o'sish davom etishi uchun korreksiyaga uchrashi shart. Nega narxlar yana o'sadi deb o'ylayman? Chunki yer narxi tushmadi va kelajakda ham tushmaydi. Yer bu eng qimmat resurs. Butun insoniyat tarixida yeri bor odam boy hisoblangan. Tillasi bor emas. Chunki yer ko'paymaydi. Uni tillaga o'xshab yoki neftga o'xshab qazib olmaydi, pulga o'xshab pechat qilib bo'lmaydi. Infratuzilmasi bor yer tim bo'lib cheklangan. Misol uchun Gonkongni oladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr narxi 15 ming dollarga teng. Bu shahar chetlarida, shahar markazida narxlar 50 ming dollargacha boradi. Nega? Sababi bu shaharlarda yangi uy qurish uchun joyi o'zi yo'q.
Bunaqa shaharlar yonga qarab emas, tepaga qarab o'sadi. O'zimizda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, shahar markazida oldinlari 4-5 qavatli binolar qurilardi. Keyinchalik shu 6 va 9 qavatli binolarga aylandi. Hozir esa 16 va undan baland binolar quryapmiz. Baland binolar bu shunchaki chiroyli ko'rinish yoki rivojlangandek ko'rinish uchun quriladigan narsalar emas. Bu yer yo'qligidan paydo bo'ladigan narsa. O'zbekistonda kuchli urbanizatsiya ketyapti. Aholining katta qismi shaharga ko'chib kelyapti va baland bino qurish bu narxi nisbatan arzonroq saqlab turishi yagona yo'li. Chunki uy narxida asosiy qism bu yerni sotib olish uchun ishlatilgan pul. Quruvchi yerni qancha qimmat olgan bo'lsa, u yerda quradigan uylarni shunchalik qimmat sotishga majbur bo'ladi. Bu gapirayotgan gaplaringni shundoq ham tushunaman. Lekin hozir olayotgan oyligim uy olishga yetmaydi deyishinglar mumkin. Tushunaman, uy olish oson ish emas. Lekin ko'pchilik go'yoki chet elda uy olish osonroq deb o'ylaydi. Lekin bu unaqa emas. Masalan, dunyodagi eng qimmat oyliklar to'laydigan Shvetsariyani oladigan bo'lsa ham, Tsurixda o'rtacha oylik $5900 ga teng ekan, bu soliqlardan keyin. 1 kvadrat metr esa $12285. Demak, 1 kvadrat metr uchun 2 oylik ish haqqi ketadi. Shu sonlarni o'zimizning Toshkent bilan solishtirsak, Toshkentda o'rtacha oylik rasmiy manbalar bo'yicha $8 tashkil qiladi. Kelinglar shu sonni $500 deb olsak, 1 kvadrat metr narxi $1000 deb hisoblasak, $500 hisoblagan taqdirimizda 2 oylik ish haqqimiz 1 kvadrat metrga teng bo'ladi. Rasmiy manbalarga ishonadigan bo'lsak, bu ko'rsatkich 1 oyga teng bo'ladi. O'rtacha 50 kvadratda oladigan bo'lsak, Tsurixda 50 kvadrat uy xarid qilish uchun 9 yil umringiz ketadi, Toshkentda ham 9 yil. Rasmiy manbalarga ishonadigan bo'lsak, 5-6 yil ichida Toshkentda 50 kvadratli uyli bo'lib qolasiz. Men bu gaplarim bilan biz Shvetsariyadagi yoki ulardan ham yaxshi yashaymiz demoqchi emasman. Bu shunchaki dunyodagi eng baland oyligi bor Shvetsariyada ham uy olish oson ish emasligini isbotladi. Shvetsariyada uylar itak qimmat, o'shaning uchun sen buni misol qilib keltirib olding demasligingiz uchun kelinglar dunyoda oyligi nisbatan uylar narxi eng yaxshiroq bo'lgan Turkiyani misol qilib olamiz. Kelinglar misol uchun Anqara shahrini oladigan bo'lsak, Anqara shahrida o'rtacha oylik $8 ga teng. 1 kvadrat metr esa $850. Bu deyarli 1 oylik ish maoshingiz uchun 1 kvadrat metr beradi degan. 50 kvadrat uy olish uchun Ankarada 5 yil kerak. Xuddi shu son Istanbulda 10 yilga teng. Bu bergan misollarim katta shaharlar bo'yicha edi. Shaharning chetroqlari yoki viloyatlarda farq boshqacha bo'ladi. Buni ustiga ko'plab faktorlar qo'shish kerak. Yer ko'p kamligi, aholi soni, davlatda joylashuvida ham gap katta. Lekin umumiy olganda uy olish hech qatda oson ish emas. Luboy joyda uy olish bu katta yutuq. Chunki uy 1 oylik yoki 1 yillik maoshga olinadigan narsa emas. Sabr qilinadi, mehnat qilinadi va reja qilinadi. Bu oyliklari baland Shvetsariyada ham, ipotekani foizi past, yashashga yeri ko'p bo'lgan Amerikada ham xuddi shunaqa. Nimaga? Chunki oylik qanchalik baland bo'lsa, uylar narxi ham shunchalik baland bo'ladi. Chunki uyni qurgan odamlar ham oylik oladi va bu odamlarning oyligini oxir-oqibat uyga xarid qilgan mijoz to'laydi. Va bundan tashqari o'nlab faktor bor. Menga bitta misol ko'rsating, qaysi rivojlangan yoki rivojlanib turgan davlatda uy olish oson ish? Hech qaysi. Shu uchun qachondir ishlarim zo'r bo'lib ketganda o'shanda naqdga bittada uy olaman deganlar odatda yillar davomida uysiz yuradi. Chunki kutganingiz sari uylarning narxi oshib boraveradi. O'shaning uchun qadamma-qadam reja qilib uy olish kerak. O'zbekistonda uy joyga bo'lgan talab o'sishining eng asosiy faktorlari bu aholining soni, uni yoshi va eng muhimi tug'ilishlar soni. Oxirgi 10 yilda O'zbekiston aholisining soni 7 millionga o'sgan. Tasavvur qiling, 31 milliondan 38 millionga yetdi. Oxirgi 5 yilda yiliga kamida 880 mingdan ko'payib kelyapmiz. Bu 20 yildan keyin 400 mingta yosh oila degan. Inson bor ekanki, u qayerdadir yashash kerak-ku, to'g'rimi? Uy bu birlamchi ehtiyoj. Bu ijaragami, bir xonalimi, hovlimi farqi yo'q. Qayerdadir kechasi uxlashimiz kerak-ku. Masalan, yaxshi hayot deganda xayolingizga birinchi bo'lib keladigan narsa ham o'zi uy. Komfortli hayot uchun birinchi o'chirda uy kerak. Aholimizning 30% qismi 14 yoshgacha bo'lgan bolalar. Tasavvur qiling, bu yangi tug'iladigan insonlarni inobatga olmagan holimizda ham 10 millionga yaqin odam o'zini mustaqil uyga ehtiyojini his qilmagan. Kelajakda bular ham o'ziga uy qidirib qoladi. To'g'ri, hamma ham yangi uy olish shart emas. Kimgadir ota-onasidan qoladi. Lekin 2010-yilgacha O'zbekistonning aholisining asosiy qismi qishloqlarda yashagan. 2016-yildan keyin hamma shaharlarga ko'chib o'tishni boshladi va bugungi kunga kelib shaharlarda O'zbekiston aholisining asosiy qismi yashaydi. Bu davlatimiz rivojlanib turganining belgisi. Odamlar qishloqlardan qancha shaharga qarab intilsa, shaharda uyga bo'lgan talab shunchalik o'saveradi. Chunki O'zbekistonning asosiy aholisi juda ham zich yashaydi. Toshkent shahar va viloyatining o'zida O'zbekistonning 20% aholisi yashaydi. Vodiyda esa 30%. Va bunga qo'shimcha tug'ilish soni ham shu tempda saqlansa, 2030-yilga borib O'zbekiston aholisi 40-41 millionga yetar ekan.
2050-yilda esa 50 million aholiga yetamiz. Shuncha ma'lumotlardan keyin ham narx-navo yana tushadi deb o'ylaysizmi? Tarix ko'chmas mulk eng ishonchli aktivligini isbotladi. 2010-yildan beri qurilish qancha ko'payib ketgan bo'lsa ham, qurilish tempi tushishi o'rniga yana o'syapti. Yer bu eng chegaralangan resurs. Uni qazib olmaydi. O'shaning uchun yildan yilga yer narxi oshiradi. Baland binolar ham arxitektur chiroyi uchun qurilmaydi. Bu iqtisodiy zaruriyat. Bunga urbanizatsiyani va aholi sonini yiliga 1,5 milliondan o'sib ketayotganini qo'shsak, bizga mantiq bugungi videodagi savolga javob beradi. Uyga olish uchun eng zo'r payt bu 10 yil oldin edi. Ikkinchi eng zo'r vaqt esa hozir. Uy olishga imkoniyatingiz bo'lsa, oling. Farzandlaringizni umrini tejayman desangiz, uy olib bering. Avvalambor o'zini rizqini keng qilsin, lekin odamlar yillab umrini uy olishga sarflab yuboradi. Siz o'sha uy olish uchun sarflaydigan yillarni rivojlanishiga sarflash uchun yordam berasiz. Inson boshpanasi borligini his qilmasa, xotirjam yashamaydi. Xotirjam yashamagan odam rivojlanish haqida o'ylamaydi. Bekordan bekor olimlar aksariyat boy oiladan chiqmaydi. Ilm bilan shug'ullanish uchun odam xotirjam bo'lishi kerak. Agar imkoningiz bo'lsa, hech bo'lmasa bir xonali uy olib bering, farzandingizni umrini yengillashtirasiz. Hayot bu o'yin emas, u qanchalik qiyin bo'lsa, shuncha qizuvroq bo'ladigan. Agar imkoningiz bo'lmasa, unda duo qiling, rizqini keng qilsin. Shuncha gaplarni o'zi uy qurayotgani uchun, sotish uchun gapiryapti deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu videoda ishlatgan hamma gaplarim bu aniq raqamlar, faktlar, tarix, bu mantiq. Agar fikrlarimga qo'shilmagan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni qoldirsangiz bo'ladi. O'zimga ham qiziq, qanaqa shuncha faktlarga qarshi argument keltirsa bo'ladi. Va men bugungi videoda aynan mendan uy oling degan joyim yo'q. Umumiy olganda ko'chmas mulk oling. Yer bo'ladimi, uy bo'ladimi, birinchi etajli kommersiya bo'ladimi, farqi yo'q. Imkoniyatingiz bo'lsa, ko'chmas mulkka pul kirgizib qo'ying. Lekin shunda ham keyin o'zingdan olib qo'ya qoling deyotgan bo'lsangiz, hozirda sotuvda 3 ta loyiham bor. U loyihalar haqida to'liq ma'lumot olish uchun 99 707 nomeriga telefon qilsanglar, sizlar bilan bo'lishishadi.